Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi dasturimizda Bollivud aktyor va aktrisalarining bir-biri bilan uzoq yillar birga turmush qurib yashayotganlari hamda turmushgacha yetib bormagan Bollivud yulduzlari haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Ushbu dasturimizda esa ajrashmay turib yangi oila qurgan Bollivud yulduzlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Dhamendra va Hema Malinining muhabbati juda ko'p sinovlardan o'tgan. Aytishlaricha, Dharmendragacha Hema Jitendra bilan unashtirilgan. Biroq muhabbatdan telbaga aylanayozgan Dharam nima bo'lsa ham qizga erishishga qaror qiladi. Ular Go'zal va Qaysar filmini suratga olish chog'ida tanishishadi. Bu vaqtda Dhamendra uylangan bo'lib, uning 2 nafar o'g'li Sanni va Bobbi tug'ilgandi. Lekin u Hema oldida o'z hislarini jilovlay olmasdi. U birinchi xotini Prakash bilan ajrashmay, shunchaki islom dinini qabul qilib, Hema bilan yashay boshladi. Ularning 2 nafar qizlari, Esha va Ahana bor. Dhamendra birinchi xotini bilan ham yashab yuradi. Sanjay Khan va Zinat Aman orasidagi ishqiy munosabatlar Bollivudda juda ko'p muhokama etilgan. 1980-yilda Abulla filmini suratga olish chog'ida Sanjay ilk bor Zinatni ko'rib, unga oshiqi beqaror bo'lib qoladi. Uning ko'ziga hatto uyida uni kutib o'tirgan xotini va jajji bolalari ham ko'rinmay qoladi. U Zinatga uylanadi, lekin birinchi xotini Zarina Khan unga shart qo'yib, uylanishiga yo'l qo'ymaydi. Ularning ajrashishlariga to'g'ri keladi. Xotinining oldida o'zini oqlab ko'rsatish uchun Sanjay Zinatni unga xiyonat qilishda ayblaydi va uni Toj Mahal mehmonxonasiga kelishini so'raydi. Aynan shu yerga u xotini va do'stlarini ham chaqiradi. Keyin esa barchaning ko'z o'ngida Zinat Amonni kaltaklaydi. Aktrisa kasalxonaga keltiriladi. Yuzga tushgan bir necha qattiq zarbalardan uning o'ng ko'zi jiddiy jarohat olgan. Oradan 4 kun o'tib, Sanjay ommaviy axborot vositalariga Zinatni xiyonatda ushlab olgani va shu sababli uni tark etayotganini ma'lum qiladi. Keyinroq Sanjay serialda suratga tushayotib, bexosdan chiqib qolgan yong'indan aziyat chekadi. Uning badani 65% ga kuyib ketadi. U yana ommaviy axborot vositalarini chaqirib, bu baxtsizlik aslida Zinatning duoibandi oqibatida bo'lib, unga faqat yomonlik tilashini aytadi. Zinat Mazharxonga turmushga chiqadi, lekin ikkinchi turmushida ham u jismoniy tahqirlashlarga duchor bo'ladi. U ajrashishga ariza beradi, lekin Mazharning bexosdan buyrak yetishmovchiligidan vafoti bu qaror amalga oshmay qolishiga olib keladi. Bollivudning mashhur ssenariy navisi Salim Xon mashhur ssenariylari bilangina emas, balki oiladagi munosabatlari bilan ham mashhurdir. Uning 3 nafar o'g'li Salman, Arbaz, Sahil va 2 nafar qizi Alvira va Arpita bo'lib, u yana bir ayolga ham uylanib oladi. O'zining birinchi xotini Salma bilan u 1959-yilda tanishib, intervyulardan birida uylanishidan oldin bu qiz bilan 5 yil mobaynida uchrashib yurganini ma'lum qiladi. Shuningdek, u ikkinchi xotini Helenni raqqosalik qila boshlashidan ancha oldin bilishini qistirib o'tadi. Helenga u birinchi xotin bilan yashab turgan paytidayoq uylanadi. Karan bilan qahva shousida u o'z farzandlariga Helenga bo'lgan muhabbati haqida gapirib turib, bu kabi voqealar inson hayotida yuz berishi mumkinligini tushuntirganini aytib bergan. Salim va Helen orasida ularning asrandi qizi Arpita voyaga yetmoqda. Bugungi kunda xonlar bir oila bo'lib ahil yashashmoqda.
Raj Babbar. Bu ham Bollivuddagi mashhur voqealardan biri sanaladi. Keyinroq u o'zini siyosatda sinab ko'rgan aktyor Raj Babbar aktrisa Smita Patilni uchratganda Nodiraga uylangan edi. U Smitaga shu qadar qattiq ko'ngil qo'yadiki, uning oilasi, xotini va 2 nafar farzandini ham tashlab ketishga ko'zi qiyadi. Smita unga Pratik Babbar ismli o'g'il farzand tug'ib beradi, lekin o'zi tug'ruqdagi asoratlardan vafot etadi. Raj farzandlarini Smitaning ota-onasiga topshirib, uning tarbiyasida umuman ishtirok etmaydi. Smitaning o'limidan keyin u o'sha zahoti birinchi xotini va farzandlari Juhi va Ariga qaytadi. Udit Narayan Ranjana Narayan ismli ayol birinchi xotini bo'lgani haqida ma'lum qilganidan so'ng gazetalarning bosh sahifasiga tushadi. Ayol ommaviy axborot vositalariga xonandaga 1984-yilda turmushga chiqib, uning ikkinchi xotini Dipa aslida qonuniy emasligini aytadi. U erim men bilan ajrashmaydi, ikkinchi marta uylandi deb savol beradi. Udit unga har oy pul to'lashga va'da beradi va bu masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Bollywood qiroli Amitabh Bachchan ham turmush o'rtog'i va 2 nafar farzandi turib, go'zal va betakror aktrisa Rekha bilan turmush qurgani haqida mishmishlar tarqaydi. Bu mishmishlar albatta yolg'on edi. Ular turmush qurmagan, lekin uchrashib turganlari rost bo'lgan. Amitabh Bachchanning turmush o'rtog'i bergan intervyularning birida Amitabh Bachchan va Rekhaning munosabatlari yana qayta tiklanishidan doimo qo'rquvda yashaganligini aytib o'tgan. Lekin ularning munosabatlari tiklanmadi. Amitabh Bachchan oilasi va farzandlarini tanladi. Hozirda Amitabh Bachchanning farzandlari turmush qurgan va bir nevaraning sevimli bobosi hisoblanadi. Ushbu dasturimizda biz faqatgina oilasi turib, boshqa inson bilan turmush qurib olgan Bollywood yulduzlari haqida ma'lumot berdik. Aslida esa oilasi turib, boshqa inson bilan turmush qurmagan, lekin vaqtichog'lik qilib yurgan aktyor va aktrisalar juda ko'plab topiladi. Ular haqida mishmishlar ham tarqalgan. Masalan, Karina Kapur va Saif Ali Xon o'rtasidagi ishqiy munosabatlar haqida juda ko'p mishmishlar tarqalgan. Albatta, Saif Ali Xon avval uylangan edi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashib, Karina Kapur bilan turmush qurgan, hozirda ularning farzandlari bor. Salmon Xon ham oilali hisoblanadi. Lekin kino olamiga Katrina Kaif kirib kelgandan so'ng ular o'rtasida ishqiy munosabatlar borligi haqida juda ko'p mishmishlar tarqaldi. Katrina Kaifni birinchi bo'lib sahnalarga olib chiqqan va uni qo'llab-quvvatlagan Salmon Xon hisoblanadi. Biz ushbu mishmishlarning to'g'ri yoki to'g'ri emasligi haqida ma'lumotlarga ega emasmiz. Lekin eslatib o'tamiz. Shamol bo'lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi. Inson hayotida juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Xiyonat esa eng katta xatolardan biridir. Axir bilib aytilgan maqol bor: ikkinchining boshida yotguncha, birinchining oyog'ida yotgin. Ushbu dasturimizdan siz muxlislarimiz ham xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Har bir inson birinchi turmush qurgan insoni bilan baxtli bo'lishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir.
E'tiboringiz uchun rahmat.